Ona videomizni ikkinchi qismiga o'tamiz, chunki birinchi videoda tugata olmadik va ikkinchi qismida davom etaman. Ona agar erkakdan o'ta kuchli otasidan yoki erkaklardan nafrati bo'ladigan bo'lsa, bu holatda qizida, ya'ni har xil bachadon kasalliklari ko'chishi, ya'ni matkada qotish, tuxumdonlarda shamollash, kista, miyoma, har xil matka kasalliklari, ayniqsa operatsiya kasalliklari bilan davom etish boshlanadi. Agar onani ongida kambag'allik o'ta kuchli o'tirib qolgan bo'lsa, bu to'siq qiziga ham 100% ga ko'chish ehtimoli 100% ga. Sababi biz boya aytganimdek dunyoni, ya'ni ona bilan ko'ramiz. Mana chaqaloqni bir o'ylab ko'ring, onasini bundoq kuzatadi. Что hozir bu yerda ilon ko'rib qoldi, onasining reaksiyasini kuzatadi. Ya'ni ona qo'rquv his qilsa, bola ham qo'rqadi. Aksincha bo'lsa, aksincha, ya'ni onani kuzatish orqali butun dunyoni o'rganadi va onaga o'zini tenglash orqali, ayniqsa qiz bolalarda tenglash orqali, ya'ni butun dunyoni o'rganish holatlari bo'ladi. Ya'ni shuning uchun ham onadagi to'laqonli og'riqli bloklar bolaga 100% ga ko'chadi. Shuning uchun ko'pchilik aytadi, "Men jamiyat axirna onalik, ya'ni onamni hayotida yashayapman. Onam hayotida nima ko'rgan bo'lsa, erkakdan sevilmagan, baxtsiz holatlarni ko'rgan bo'lsa, xuddi shu narsalar meni ham hayotimda takrorlanyapti. Otam xuddi meni erimni o'zginasi. Erim qanaqa bo'ladigan bo'lsa, otam ham shunday. Vot men shu hayotni ko'chirib yashayapman. Buni qanday to'g'rilasam bo'ladi? Onamni hayotidan qanday chiqsam bo'ladi?" deydigan o'ta savollar ko'p keladi. Vot mana shuning uchun oldin bu darslikni siz yechimdan oldin to'laqonli sizda qanday holatlar va siz batamom o'sha vaziyatlarni qayerda qanday xato qildingiz bilan anglab olishingiz juda ham muhim. Sababi biz onamizni sandig'i bo'ladigan bo'lsa, onamizni sandig'idan o'zimizni informatsion yig'iladigan ong ostida neosozanni ongsiz darajada yaratiladigan sandig'imizga informatsiyalar yig'iladi. Ya'ni bu tenglashtiruvlar sog'lom bo'lsa, bizni chiroyli hayot, go'zal hayot, kelajagimiz chiroyli bo'lishi, baxtlilik hislari yashashi, mana shunday holatlarimiz ko'p bo'lishi aniq. Agar aksincha otamizga, onamizga ichki holatlarimizda nafrat, g'azab, ya'ni to'laqonli bu sandiqqa yiqqan bo'lsak, bizning hayotimiz og'riqli ko'chishi aniq. Ko'pchilik aytadiki, "Keling, o'rtoqlar, biz o'zimizni shunchalar maskalar kiyib aldaymizki, hattoki o'sha maskalarda, ya'ni niqoblarda yashab o'rganib ham ketamiz. Ba'zan bu og'riqli holatlarni tan ololmaymiz. Agar tan ololmasangiz, hech qachon yechimga bora olmaysiz. Hozir sizni oilangizda, munosabatlarda buzilish yoki buzilishga qarab olib ketadigan hislar yoki turmush o'rtog'ingizdan hammasi yaxshi, vrodi hammasi yaxshi, tashqaridan pul beradi, hamma narsa joy-joyida, lekin o'rtada munosabatda sevgidagi o'rta devor bor. Qanaqangidir o'ta ham yaqin emassiz. Bu holatlarda biling, ota-ona bilan yechilmagan qandaydir holatlar bor. Da menda bor deb kelib buni anglagan holatda yechsangiz juda ham a'lo ustiga a'lo nur. Lekin ko'pchiligimiz, "Yo'q, men onamni yaxshi ko'raman, men otamni yaxshi ko'raman." Hamma ota-onasini albatta yaxshi ko'radi, lekin bolalikdagi hozir aql bilan gapiryapsiz, lekin bolalikda bizda unaqa aql bo'lmagan. Biz o'sha aqlsiz holatimizda, ya'ni neosozanni ongsiz darajada yig'ilgan o'sha sandig'imizga o'sha informatsiyalarni bugun taftish qilamiz, tintib, ya'ni tartibga solish holati bo'ladi. O'sha o'zingiz unutgan, esingizdan chiqargan, onangizdan nafratlangan, otangizdan nafratlangan holatlarni borib to'g'rilaymiz. Ya'ni xuddiki bir ishni, yomon ishni qildingiz, majoziy ma'noda yomon ishni qildingiz, o'sha narsani xuddiki tavba qilib to'g'rilashdek gap bu. Va sizni ham hayotingiz, ya'ni ota-onani ssenariysini qanday tahlil qilgan bo'lsangiz, o'shani tartiblab kelish sizni hayotingizga o'zgartirishlar kiritadi, bilasizmi? Aslida bizga juda ham ko'p hollarda ota-onamizni urushgani, bir-birini xo'rlashgani, "Otang ko'ryapsanmi, meni xo'rlaydi, boshqa ayollar bilan yuradi, biz otangga kerak emasmiz" deydigan onani noto'g'ri informatsiyasi qiz bolani hayotida, miyasida juda ham og'riqli hayotlarni olib keladigan shaklni ko'rsatib beradi. Ya'ni bu noto'g'ri informatsiya bo'lgani uchun. Lekin biz bilmaymiz. Oldindan bitta gap bor. Bolani beshikda suy, xotinni to'shakda suy deganidek, u yerda sevgi bo'lar ekan, otamiz sevar ekan, yaxshi ko'rar ekan, hurmat qiladigan, e'zozlaydigan taraflari ham juda ko'p bo'lar ekan. Lekin biz buni tan olmaymiz, sezmaymiz, chunki bizga bular ko'rsatilmagan. Uyat bo'ladi. Ya'ni otang meni yaxshi ko'radigan payti ham bo'ladi, e'zozlaydigan, o'padigan, hurmat qiladigan
qiladigan payti ham bo'ladi degan ozgina shirin sevgidagi tushunchani ota-onamizda ko'rmaganligimiz sabab biz o'sha qiyinchilik, azob holatni o'zimizga ko'chirib ana shunday azobni o'zimizga chaqirib yashaymiz. Chunki bizni ko'z o'ngimizda hech kim baxtli bo'lib, baxt ssenariysini yaratib ko'rsatmaganligi uchun biz ham mana shu narsani qayta olib keta olmaymiz. Chunki ongimizda biz ko'rmadik, bilmaymiz, baxt qanaqa bo'lishini tushunmaymiz. Chunki bizga baxtsizliklarni ota-onamiz to'laqonli o'ynab ko'rsatib bergan, lekin baxtlilik holatlarini, sevgi holatlarini, ayolni haqiqiy sevadigan, e'zozlaydigan, unga yoqimli tuyg'ular, romantika beradigan kunlari ham bo'lgan, lekin bularni ko'rmaganligimiz va bular yashirinchi bo'lib faqat og'riqli taraflarini ko'rganimiz uchun o'sha holatni o'zimiz bilmagan holda chuqurlashtirib yaratishni boshlaymiz. Shuning uchun o'rtoqlar, aslida nima ma'no o'sha ota-onani hayotini emas, siz ota-onani hayotini ko'rganda sizdan nima emotsiya chiqardingiz, nima baho berdingiz, nima to'g'ri-noto'g'ri dedingiz, qanaqa yig'ladingiz, qanaqa o'sha narsalarni ko'rib borib to'g'rilab, ya'ni hayotingizni, fikrlaringizni to'laqonli er-xotin mavzusida, ya'ni oila munosabat mavzusida o'zgartirish bu yerda katta yechim hisoblanadi. Agar ona qashshoqlikda, qiyinchilikda, azobda yashagan bo'lsa, boya aytganimdek, ona, sen baxtsizlik naqshida bitta o'zing emassan, men senga fidoyimman, men senga sadoqatliman degan holatda, sen baxtsizmisan, men ham baxtsizman deydigan holatda o'zini pulga ochmaydi, o'zini pulga ham to'sadi qiz bola bu paytda. Shuning uchun bilasizlarmi, o'ta boyib ketaversangiz, o'zingizni aybdor his qilasiz. Akamda yo'q-ku, opamda yo'q-ku, men mashina haydayapman, ularda yo'q-ku, ular hayda olmayapti-ku, ular ko'ra olmayapti-ku deydigan aybdorlik qismlari ham uyg'onadi. Aslida bu onadan sen baxtsiz bo'ldingmi, men ham baxtsiz bo'laman deyotgan naqshni bir turi hisoblanadi. O'zi bu baxtsizlik naqshi onadan qanday ko'chadi? Bu holatda, ya'ni onani ko'p azoblanganini, yig'laganini, xo'rlanganligini, kamsitilganligini, yerga urilganligini kuzatgan qiz. Men ayollarga dars o'tganim uchun qiz bola deyapman, o'g'il bola ham o'z ma'nosida shunday. Lekin onadan ko'proq qiz bola 100% ga oladi, o'g'il bola 50%. Ya'ni onani naqshini, azoblanganini, xo'rlanganini, qiynalganini, azoblangan barcha holatlarini ko'rgan qiz bola, men sen bilan birgaman, men senga shu baxtsiz bo'lib sadoqatimni ko'rsatadiman deydigan niyat so'zini ongsiz darajada qiz bola baxtsizlikni, ya'ni psixikasida onani hayotini, og'riqli holatlarni juda ko'p ko'rganligi uchun buziladi, psixikada buzilish ketadi va hayot shunaqa ekan, hayotda shunaqa yashalar ekan deydigan fikrda mana shu takrorlanishni boshlaydi. Ya'ni ichida, ayolni ichida erkakka qahr-g'azab, azob, har xil holatlarni kuzatib yashayotgan qiz bola, ya'ni men ham shu erkak shunaqa ekan, erkak juda ko'p ayollardan eshitaman, erkakni har biri bir go'r, hammasi xiyonat qiladi deydi, lekin xiyonat qilmaydiganlari ham bor va xiyonatda keladigan joyi bo'lib qolganda ham o'zini tiyib tura oladigan erkaklar ham bor. Buning uchun ya'ni ichki holatni, onani, otani hayotini qachonki to'laqonli ishlab, to'g'rilab, buni o'ziga topshirilgandan keyin bu holatlar juda ham ko'p ayollarda o'zgargan va 5 yil, 8 yil, 10 yillab boshqa ayollar bilan ikkinchi xotini bor erkaklar tashab batamom o'ziga qaytganligini guvohi bo'lib kelyapman. Va agar sizda ham mana shunday onani naqshini ko'chirib yashayotgan bo'lsangiz, balki sizda ham xuddi shunday nima deydi, ikkinchi xotin holati yoki xiyonat holati yoki eringizni o'zingizga qaytara olmayotgan, oilangizga sadoqat bilan qaytara olmayotgan holatlaringiz bo'lsa, albatta ona obrazini ichki holatdan to'g'irlashimiz juda muhim. Ya'ni biz otadan, onadan, sandig'idan o'zimizga informatsiya qilib, o'zimizni sandig'imizni yasaymiz. Haqiqiy real ona bor va onadan kutuvlarimiz bor. Ya'ni biz jamiyat ko'rsatib bergan ideal, o'zimizning o'y hayolimizda yasab olgan ideal ona bor. Onam unday bo'lish kerak, onam bunday bo'lish kerak deydigan bolalikdagi, hozirgi holatingiz bilan moslashtirmang. Hozir juda ham aqlli bo'lib, yo'q, unday bunday deyishingiz mumkin, lekin bolalikdagi holat bilan haqiqiy onangiz, real, hozirgi hayotdagi real ona bilan bolalikdagi orzularingizdagi onani ikkovi bir-biriga ozmi ko'pmi mos kelsa, bizning hayotimiz chiroyli bo'lishni boshlaydi. Lekin biz ko'proq ideal onani yaratib olib, yonimizdagi shu onamizga ichki pretenziya, norozilik, men bunday yashamayman, men erkakka o'zimni bunday ezdirmayman, teptirmayman, kamsitirmayman, nega otamga chidaydi, nega otam bunaqa, nega otam siz otangizni ota sifatida yaxshi ko'rasiz, lekin onangizni eri sifatida,
ya'ni oyingizni eri sifatida juda ko'p что noroziliklaringiz, xafaliklaringiz, nega onamga bunchalar azob beradi, nega onamni o'ylamaydi, nega onamni himoya qilmaydi deydigan og'riqlaringiz borligi, ya'ni oilaga nisbatan norozilik, pretenziyasi, ya'ni real onani qabul qilmay, baxtli ideal hayot nima deydi, o'y hayolingizdagi ota-ona shakliga mos kelmaganligi uchun sizni hayotingizda ham parokandalik, muammolar ko'pligi kuchayib ketadi. Va juda ham ko'p holatlarda bizni o'sha ongimizdagi ideal ona obrazi bilan haqiqiy onamiz, haqiqiy hayotdagi onamiz mos kelmaganligi juda ko'p muammolarni olib keladi. Men onamga o'xshamayman deysiz, lekin onangizda vahshiyona, ya'ni vahshiyligi, onangizni vahshiy, ya'ni jahli chiqqanda qo'rqqaningizda, onadan juda kuchli qo'rqqaningizda, onangizda obrazi vahshiylik obrazini ko'p kuzatganingizda, men onamga o'xshamayman deydigan ichki norozilik uyg'onadi. Ichki norozilik uyg'onganda aslida siz onangizga balog'at yoshida уже sizda ham vahshiyligingiz uyg'onib, onani уже bosib qo'yib, jim qilib qo'yadigan, gap qaytarib tashlaysiz, jim qilib qo'yadigan obrazingiz uyg'onganda уже onani obrazini ko'chirib bo'lgan va onamga o'xshamayman deb 100% ga onangizdan ham o'ta kuchli уже onangizga o'xshab bo'lib, onangizni jim qilib qo'ygan holatlari уже shu yerda namoyon bo'ladi. Ya'ni men onamga o'xshamayman deydigan holatda уже psixikangizda buzilish ketayotgan bo'ladi. Onadan уже mana vahshiyonalikni ko'chirgan va vahshiylikni o'zingizda namoyon qilgan, psixikangizda buzilganlik holati ketganligi uchun balog'at yoshida ko'proq qiz bola onasi bilan kelishmovchilik, onasi bilan isyon, mana shunday holatlar o'ta ko'p kuchayib ketadi. Sababi bu yerda yoki siz gap qaytarmagan taqdiringizda ham ichki onangizga nisbatan norozilik, meni qo'ymaydi, mana har xil onangizga ichingizdan keladigan noroziliklar kuchayishni boshlaydi va shu yerda psixika buzilgandan уже onaga sizni real onangiz bilan ideallashtirgan fikringizdagi onangiz mos kelmayotganligini belgisi. Albatta bu mos kelmasa juda ham bizni hayotimizda og'riqli vaziyatlar ko'p sodir bo'lishi kuchayib ketadi. Endi bu yerda biz shu paytida ikkita obrazni onadan ko'chirishni boshlaymiz. Onani onaligini ko'chirishni va onani seksuallik xulqini ko'chirishni boshlaymiz. Bu instinkt ko'chadi. Siz uni ko'rib turib, kuzatib emas, onaligini ko'rib, kuzatib ko'chgan bo'lsa ham, ya'ni shahvoniylik, seksuallik xulqi sizga instinkt ko'chishni boshlaydi. Agar onalikka qarshilik bo'lsa, bu yerda onalik sistemasi buzilishni boshlaydi. Ko'p hollarda tug'olmaslik, ona bo'la olmaslik onani onaligini qabul qilmagandan ham bo'ladi. Undan tashqari ba'zan detskiy matka ham bo'lib qoladi qizlar, ya'ni onani onaligini qabul qilmaganda. Bu birinchi tizim va seksuallik xulqini qabul qilmaganda esa, ya'ni seksuallik xulqingiz pastda qolishni va turmush o'rtog'ingiz bilan qanaqangidir to'shak mavzusida, ya'ni jinsiy aloqalar yomonlashuvi, jinsiy aloqada sovuqlik, jinsiy aloqani xohlamaslik, matka sovuqligi, umuman istamaslik, umuman erkakni xohlamaslik juda kuchayib boradi. Aksincha onaligini to'laqonli qabul qilgan, bu yerda seksuallik xulqini qabul qilmaganlik sababi bo'lsa, ikkinchisi esa onaligini qabul qilmagan, faqat seksualligini qabul qilgan, erkaklarga to'ymaslik, erkaklardan qoniqmaslik va hattoki bu yerda fohishalik holatlari ham kuchayib ketadi. Bu seksuallik xulqi ham 3 ga bo'linadi. Buni ham hozir men sizga chuqur tushuntirib beraman. Bu seksuallik, onadan o'tilgan seksuallik xulqi ham 3 ga bo'linadi. Birinchisi sog'lom seksuallik xulqi, ikkinchisi bostirilgan seksuallik xulqi, uchinchisi esa konsentratsiya seksuallik xulqi hisoblanadi. Birinchisi sog'lom, ya'ni seksuallik sog'lom ko'chgan bo'lsa, agar onani ota bilan chiroyli yashagan, ya'ni bir-biridan mehr muhabbatni to'g'ri olgan, to'g'ri bergan, bir-birini hurmat qilgan, ko'z o'ngingizda chiroyli yashagan, bir-birini sevgisini ko'rsatib bera olgan, bir-birini himoya qilgan, ehtiyot qilgan, asragan holatlari ko'chirilgan bo'lsa, bu normal balansdagi seksuallik xulqi hisoblanadi. Ikkinchi
ikkinchisi bostirilgan seksuallik xulqi. Ya'ni o'ta ko'p biz o'g'il bolaga jinsiy aloqasini uchib ber, muchib ber deb, ya'ni jinsiy a'zosini yuqoriga ko'taramiz. Qiz bolaga bekitish norma o'rgatilish to'g'ri, lekin o'ta ko'p u yerga aybdorlik tiqilganda ochish mumkin emas, ko'rsatish mumkin emas, kichkinalikdan qiz bola unday bo'lish kerak, bunday bo'lish kerak deydigan o'ta to'laqonli xuddi sani jinsiy a'zoying bor bu dunyoda, что o'ta nima deydi, o'sha joying borligiga aybdorsan degandek kuchli tarbiya berilganda yoki og'riqli tarbiya berilganda bu yerda bostirilgan seksuallik qismi boshlanadi. Ayniqsa ikkinchi tizimdagi bostirilgan seksuallik qismida seksual travmalar ham kuzatilishi juda kuchli bo'ladi, juda ko'p bo'ladi. Ya'ni aynan ikkinchi bosqichdagi bostirilgan seksuallik qismida 5 yoshdan, 6 yoshdan, даже 14-15 yoshdan bunday qizlarni erkak kishi ya'ni zo'ravonlik qilishi, zo'rlik qilishi va tajovuz qilishi va buni seksual travma yetkazish holatlari aynan bostirilgan seksuallik, onadan o'tgan bostirilgan seksuallik qismida bo'ladi. Uchinchisi esa konsentratsion seksuallik qismi. Ko'p mana bu og'riqli seksuallik qismi xulqi onadan o'tilganda, ya'ni onalik qabul qilinmayapti, seksuallik xulqi qabul qilinyapti. Bu paytida o'ta balans buzilganda o'z-o'zidan hech kim fohisha bo'lib ketmaydi. Shu holatda qizlar fohisha bo'lib ketishi, noto'g'ri yo'l tanlab qo'yishi, bu yerda onadan olgan noto'g'ri xulosalari, o'zini xulosalari. Ona noto'g'ri tarbiya berdi emas, ota-onani kuzatuvdagi qiz bolani noto'g'ri o'zi chiqarib qo'ygan xulosalari albatta seksuallik, ya'ni fohishalik holatlariga o'tib ketib qoladi. Xo'p, bunda nima qilish kerak? Qanaqa qilib seksual xulqini to'g'ri ko'chirish kerak? U yosh bola bo'lsa deydigan savol tug'ilishi mumkin agar ongi uyg'oq inson bo'lsa, eshitayotgan. Bilasizmi, bu holatda nima qilish kerak? Bu holatda onani ilmi bo'lishi kerak. Bunday ilmlar onada bo'lganda qiz bolaga qanday tarbiya berishligini, qaysi qismini ochib, qaysi qismini tushuntirib, qaysi qismini yopiq holatda saqlashligini ona tushungandagina albatta o'zini qiziga ham, farzandlariga ham to'g'ri xulosa, to'g'ri tarbiya, to'g'ri o'rgatish qismlari bo'ladi. Bilasizlarmi, juda ham kuchli qattiqqo'l onalarda ham bolalarni seksual travmaga uchrashi juda kuchli bo'ladi. Chunki u ichida qo'rquv ko'tarib yuradi, undan tashqari zaiflik ko'tarib yuradi va u o'ta ko'p kaltaklanganligi, xo'rlangani, taqirlangani uchun ichida bolani ichida shunday narsa shakllanib qoladi. Meni taqirlash mumkin, meni kaltaklash mumkin. Chunki ba'zi onalar, otalar hatto uradi bolasini, men seni yaxshi ko'rganim uchun uryapman, men seni tarbiya qilayotganim uchun uryapman degan gapni sindirishadi va meni yaxshi bo'lishim uchun urish kerak, meni yaxshi bo'lishim uchun taqirlash kerak, meni yana ham yaxshi bo'lishim uchun kamsitish kerak deydigan ichki shunaqa fikr paydo bo'lib qoladi bolada. Bu orqali o'ziga ko'proq tajovuzni, og'riqni, seksual travmalarni, ko'chadan xo'rlanishni, og'riqli vaziyatlarni tortadi bola. Bilasizlarmi, kecha bir video Instagramga ham joylagandim. 5 ta bola bitta kichkina qizchani urvati, shuni ya'ni ochib bering deb menga juda ko'pchilik tashladi va mana shu videoni ochib berganimda biz masalan kelin kelib tushadi. Kelin kelib tushgandan keyin ba'zi qaynonalar o'zi baxtli bo'lmaganligi uchun, o'zi baxt ko'rmaganligi uchun va baxtli bo'lishga o'g'li bilan keliniga ham qo'ymaydi. Buni ongli qilmaydi. Niyasi o'zini ongsiz darajada qiladi. Ya'ni er qurbon qiladi xotinni, qaynona qurbon qiladi. Bu yerda ha deb qurbon pozitsiyasiga yerga urilayotgan, kamsitirilayotgan, qiynalayotgan kelin, mana qiynalayotgan kelin, qurbon bo'layotgan odam yana bitta qurbonni yaratadi. Bu endi qaynonaga, erga kuchi yetmaganligi sabab boladan olishda boshlaydi alamni va ona bola ona tomonidan qurbon qilinishni boshlaydi. Bu qurbon bo'lib yaratilgan bola maktabga borib boshqa qizlarni, boshqa nimalarni qurbon qilib urishdi, kamsitirishdi, boshqa holatlarni, og'riqli vaziyatlarni yaratishni boshlaydi. Hech qachon yomon inson yaratilib qolmaydi. Hatto tug'ilganda masalan olib qarasangiz yaxshi bo'lib tug'iladi har bitta bola, lekin tashqaridagi omillar, ota-onani ko'rsatilayotgan holati, jamiyatni ko'rsatilayotgan holati, bunga og'riqli vaziyatlar buni yomonlashtirib boraveradi va zo'ravonliklar, og'riqli holatlar, hayotni buzilishi va farzandni ham buzilishiga juda ko'p holatlarda ota-onani birga kelishmovchiligi, ota-onani bir-biriga bo'lgan holati bo'ladi. Aslida bu yerda erkak kishi ham ongli o'smaganligi, ya'ni tana o'sgan, o'zi
aqlan yosh bola bo'lib qolganligi uchun uni ona boshqaradi 100%. Biz bolalarni tarbiya qilishimizda, biz o'sha onalikni, bolalikni hammasini o'tkazishimizda avvalo o'zimizni tarbiya qilishimiz juda muhim. Sababi mana ko'ryapsiz, onadan, otadan o'rganadi bola qanday yashashligini va shunda jamiyatimiz ham, hayotimiz ham o'ta tekis, chiroyli, baxtli bo'lishda boshlaydi. Shuning uchun ham aytilgan baliq boshidan deb. Boshimiz sog'lom muhitda, sog'lom fikrda, sog'lom yashaydigan, masalan, turmush o'rtog'imiz, erkak kishi, ayol kishi hammasi to'g'ri shakllanib, to'g'ri yashasa, shu farzandlarga ham mana shunday holatlar ko'chadi. Inshaalloh sizga bunda juda kuchli yechimlar tayyorlaganman, lekin uni soat millari juda uzun, 2 soat, 3 soatlik, 3 ta inshaalloh amaliyotlar beraman sizga. Bunda bu amaliyotlar 3 bosqichdan iborat amaliyotlar hisoblanadi. Bu sizga buni xudo xolasa juda ham kuchli formula va onani hayotidan chiqish, onani otani sandig'idan, boyagidek o'zimiz sandig'imizni yaratganmiz, bu sandig'imizni to'kib boshqatdan taftish qilamiz, boshqatdan ongli tarzda, ilmli qarash nazar bilan xuddiki bolaligimizdagi butun hayotimizni siz bilan birgalikda beriladigan amaliyotda, beriladigan sizni raskopkada, beriladigan sizni teta holatiga solib, o'sha vaziyatlarga xayolan olib borib, barcha tizimingizni boshqatdan ko'rib chiqamiz. Ya'ni siz ko'rgan narsalar, ya'ni sizni ideal fikringizdagi ota-ona bilan haqiqiy hayotdagi real onani bir-biriga moslab sandig'ingizni to'ldiramiz. Ya'ni xayolingizdagi ota-ona ssenariysini batamom o'zgartiramiz va bu orqali sizda hayotingizda baxtli bo'lish, ota-onani baxtsizlik holatlarini takrorlab ko'chirib yashash to'xtaydi. Chunki bitta azobim, bitta hayotimdagi vaziyatim juda ko'pchilik aytadi, qayta takrorlanyapti. Birinchi turmushimdan ajrashdim, ikkinchisidan ajrashdim, uchinchisi, lekin baribir tug'ila olmayapman. Erkak kishi ham nechtasi kelgan konsultatsiyalarimga birinchi turmushimdan buzildi, ikkinchisi, uchinchisi, уже to'rtinchisi ham bo'lyapti, lekin hammasi bir xil. Nima uchun hamma oila qurgan insonlar boshida boshqacha bo'lib keladi, lekin yana shu ayolga bir xil ayolga aylanib qolaveradi. Bu erkakda yoki bu ayolni eri nimaga boshidagi kelgan eriga yana o'xshab qolaveradi. Sababi mana bu yerda kasetaga yozilgan ota programmasi, ona programmasi holati, ssenariysi noto'g'ri bo'lganligi sabab, noto'g'ri ko'chirganlik sabab bu sizga beriladigan 3 bosqichdan iborat amaliyot texnikalari bilan buni inshaalloh birgalikda to'g'rilaymiz. To'g'rilasangiz nima o'zgaradi? Nima o'zgaradi? To'g'rilasangiz hayotingizdagi, yoningizdagi turmush o'rtog'ingiz bilan munosabatlar o'zgaradi. Pulda o'sish bo'ladi. Ya'ni farzandlaringizga anglanilgan chiroyli pokizalik, ya'ni chiroyli hayot taqdim qiladigan ssenariy qoldirasiz. Biz o'ylaymiz faqat boylik, rizq, davlat nimadirlar farzandga qoldiramiz deb o'ylaymiz, lekin biz aslida eng katta farzandga qoldiradigan bu meros bizni qanday yashaganlik ssenariyimiz, bizni qanday ularga beradigan hayotni meros qilib qoldirish qismlari bo'ladi. Va sizni hayotingizda bir muammo qayta kelyaptimi, qayta takrorlanyaptimi? Ota-ona ssenariysini to'g'irlaganingizdan keyin bu ssenariydan chiqib, ularni taqdirini, ularni hayotini hurmat qilish pozitsiyasiga o'tib, o'zingizni taqdiringiz, yo'lingiz boshqaligini, asosini katta inson sifatida tan olib to'g'rilaganingizdan keyin barchasi o'zgarishni boshlaydi. Biz katta insonmiz, buni tushunishimiz kerak. Biz juda ko'pchiliklar tana katta bo'lgan, yosh katta bo'lgan bolalardek fikrlab qolganligimiz uchun hayotimizda juda ham ko'p muammolar keladi. Mana shuni, ya'ni kattalikka almashtiramiz. Qachon bu kattalikka almashadi? Ota-ona pozitsiyasi, ota-ona hayotini real fikrlaringizdagi bilan, real hayotingizdagi bilan fikringizdagi ideal ota-ona obrazini qachonki birlashtirgandan keyin buni birlashtirish inshaalloh men sizga bu 3 bosqichli nimani, ya'ni yechimni ham albatta beraman. Albatta buni sabr bilan bajarasiz. Bu uzun va sizga buni takroriy qayta qilib ongingizdagi aynan ssenariyni, ongingizdagi aynan norozilik sandiqlarini barchasini o'zgartiramiz.